Hürmetlik görülmenler, bugün suyuqaş ve ügürü hakkında sözlep ötemiz. Aldı bilen suyuqaş degan bu umum kategoriya hakkında bir tushuncha berib o'taylik. Suyuqash amaliyotda tomoqniki ham o'zi ham tomoqniki dastlabki va yoki dasturxonniki dastlab yemekliklardan hesaplandı. Suyuqash bir hesapta şorpunun lağmen yoki çöplük görünüşten ibaret. Yani göç şorpunun ulluq şeklinden ibaret. Muşu çıkış noktasından qaragandila suyuqash hem harduq ağıcı hem bedenni kuvvetlegücü, bedenning hayvani kuvvetini güçlendirgücü, yaxshi qon paydo qilish va bedenni har tarafdan minerallar bilan oziqlantirishga sharoit beradigan asosliq ham qo'shimcha yemeklikdan iborat. Suyuqash qadimiyligi jihatdan saroy va madaniyatga shaharlashga qadam bosgandan buyanqi ijod qilingan reseptliq, shifoliq va madaniy ko'rinishlik yemekliklarimizdan biri. Bunun etilishi qandaqdir suv va çöpden ibaret emas. Bu amaliyotda tomoqlar ichidagi nisbatan etish qiyroq, ko'ngil berishni, ko'ngil qo'yishni istaydigan yemekliklarimizdan biri. O't, suv, çöpten ibaret deb tushunish hayotga, o'ziga, salomatligiga ahamiyat vermaydiganlarning tushunchasidan ibarat. Suyuqash etgan vaqtida qo'rilma sabablik qora ve köygen köktatlarning ve göçlerinin leylep qalmaslığı, üstüde leşning o'rlab qalmaslığı, sağgan xuruşlarniki tekşi pişken pişmegenligini kontrol qilish, rengini, puruqini, ta'mini kontrol qilish. Bu jihatdan suyuqash etish yuqori sur'atlik mashina haydashga o'xshaydi. Diqqatlanmasak, qazo chiqib qolganga o'xshash tomoqimiz buzilib ketadi. Madem biz hajmga, qo'saq tuyishga turgan kishilar bo'lmaganligimiz uchun sifatlik bo'lishni, shifoliq bo'lishni ta'kidlaydiganligimiz uchun suyuqash etishda avval ko'z qarashni, to'g'irlash o'zimizni va etgan tomoqimizni o'zi shohona hisoblash suyuqash etishning va suyuq şu kategoriyadagi tomoqlarni etishniki bosh prinsipidan iborat. Bu munosabat bilan bir ta'kidlab qo'ydiganimiz oshchilik, oshpazlik yoki uyda tomoq etish sadece faqatlam bir oshpazlik bilan munosabatli ish emas. Yemekliklerimiz medeniyet, tarix, akıl, mantiq, tibb ve aşpazlık birleştirilgen süpetlik yaşayışınki alametler boğaşqa ve kanuniyetler boğaşqa tomoq etish bir xil mecburiyet, işlemçilik yoki bo'lmasa boshqalarniki buyruqida qilib qolgan kishi nuqtasida o'ylamasligimiz lozim. Tomoq etish amaliyotda hukmronlik san'atidir. Mantiqa, bilim ve tibbiy bir faaliyettir. Şunun için yemeklik ve şifalık tomoqlar noktasida
hamda san'at nuqtasida hamda bir ishning igdorchiligini egallagan bir kishi nuqtasida o'zimizni baglardek o'ylab turib, anandan keyin yaxshi pozitsiya, yaxshi ko'ngil bilan etishimiz tomoqniki o'xshi va sifatli bo'lishniki oldingi sharti shu ro'yimizda. Bugungi tamoqlarimizdan suyuqash va uyg'ur haqida konkret to'xtalgan vaqtida suyuqashniki sifatli bo'lishning oldingi sharti çöpniki maylanishi va ximirga yaxshi ishlashdan iborat. Qoldi avvalo shu xurishlar bilan munosabatlik. Shuning uchun suyuqashni avvalan prinsiplarni egallash bilan boshlaymiz va prinsiplar bilan etib oyoqlashtiramiz. Suyuqashning tabiati birinchi darajada o'l issiq bo'lib, yaxshi qon paydo qilish, hordiq elish, qilsimon tomirlarni echish, butun badanda ruh va issiqlikni tekshir taqitish jihatlarda shifoliq rolga ega. Endi suyuqashni ko'p iste'mol qilsak, ho'llik qismi oshqozonni og'irlashtirib qo'yganligi va hazm vaqtda uzrab ketganligi uchun qo'saqni ko'pirib qoldigan, badanda bir ig'irchilik paydo qilib qo'ydigan ahvol kelib chiqadi. Bu vaqtida zira va issiqlik choy dorilari bilan iste'mol qilsak bo'ladi. Hatto tomoq tayyor oldimizga keltirgan vaqtida azroq zira silib yoki azroq oqmush silib ustiga yoki pinni silib iste'mol qilsak bo'ldi. Endi uyg'uriniki diqqat qiladigan yerimiz, uyg'urni qozonga sog'ichlik unni cho'qim qaqib o'tishimiz lozim. Bo'lmasa sepilgan un, cho'pga sepilgan un ko'p bo'lib qolsa, u unmashqa o'xshab qoladi. Qolgan taraflarni endi shu xurishlarni silishda doğru demek ve ximirni yaxshi ishlashda shundoqla yangi go'sht ishlatishga diqqat qilsaqlar uyg'urana chiroyli, puroqliq, lazzatli bo'ladi. Uyg'urniki tabiati birinchi daraja yo'l issiq, badanni quvvatlash, qon ko'paytirish, issiqlik energiyamizni yuksaltirish, börekni quvvatlash, put qismidagi so'g'oliqning ilinishiga yetarlik bir shifo bo'ladigan tamoqlarimizning biri. Mayli suyuqash, mayli uyg'ur essak, bu yerda yana bir eskartib qo'ydiganimiz o't, ximir, ya'ni un, su. Şu üç narsadan iborat deb tushunmasligimiz lozim. Suyuqashnimi xuddi qo'shimcha mundaq bir vaqti yetmagan, aldirashib qolgan vaqtida iste'mol qiladigan bir yemeklik demasdan ham dasturxonning oldidagi yemeklik deb tunayli veya asosli tomoq deb tunayli, ammo ichida soladigan xurishlar cho'qim to'liq bo'lishi kerak. Go'sht yangi bo'lishi kerak. Shundaqla sağgan xurishlarninki o'xshash bo'lmagan vaqtlarda sağgan xurishlarning oxirida yana tekshib pishib chiqishini kafolatlantirishimiz lozim. Bir qism kishilar ba'zi xurishlarning xom, yirik bo'lib qolishi bilan dasturxonga ep chiqib o'zinimi va boshqalarnimi hurmatsizlik ichida qo'yib qo'ydi. Shuning uchun sağgan xurishlarniki farqli vaqtida sağgan xurishlarning ama cho'qim tekshib pishishiga diqqat qilishimiz lozim.
Bugungi darsimiz müşagiç bo'ldi. Xayr xo'sh, qayta ko'rishguncha omon bo'linglar.